Okay. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biz mana Xalq banki Shahramon Qo'qon biznes bo'lim xodimlarimiz. Xo'p, har oy demak, har oyda shu tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz bor. Tadbirkorlarga shu Xalq bankidagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar shularni biz yetkazib boramiz. Kimdir to'g'ri xabari bor, qaysidir bankimiz saytlaridan bu bankdagi bo'layotgan yangilik, o'zgarishlar to'g'risida xabar olib nima qilyapti, lekin kimlardir aldimadigan yo'q. Shunga mana bizda hozir shu imtiyozli kreditlar bor, mahalla biriktirilgan. Bundan keyin shu bankimiz o'zini resursidan, o'zini mablag'idan beradigan kreditlarimiz bor. Boshqa banklarga nisbatan ancha foizlarimiz past. Ya'ni 50 milliongacha kafillik bilan oldin imtiyozli kredit olib yopgan ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan fuqarolarga va qolaversa jismoniy shaxslarga 100 milliongacha beradigan kreditlarimiz bor. Shular agar ma'qul kelsa, shu bankimiz joylashgan hududga borib, uchrashib, tegishli kredit xodimlari bilan gaplashib, ma'lumot olishlari mumkin. Savollar bo'lsa beraverasizlar.